Baribir bilinadi-da, qadrdonlar. Fayzi bor uy baribir bilinadi. Mana qaranglar mehmonxonani. Voy mashalloh, juda chiroyli qilib qo'yishibdi remontlarini. Zo'ra lekin divanlarni qaranglar, qop-qora qilib mana xon taxtalar qilib qo'yishgan, gullar, pardalarni ham shunga moslashibdi, mana dekorlar. Xullas, bugun sizlar bilan birgalikda 126 kvadrat metr kattalikda duplex kvartirani ko'rib chiqamiz. Agar sizlarga xonadonimizga yoqsa, like bosib qo'yasizlar. Men video davomida narxlari bilan aytib o'taman. Endi mehmonxonamizning yonidagi xonani ko'radigan bo'lsak, bu mana shunaqa oshxona bo'lyapti. Oshxonani qaranglar. Mana bitta ko'y ugolok divan qo'yib qo'yilgan. Televizor, endi bu yoqda ovqatlanib o'tiriladi. Eshiklarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Buni yonida umumiy yuvinishxona, hojatxonalar, почти hamma narsa qoladi deyaptilar akamiz. Kiraverish asosiy eshigi damofonli bor. Mana bu yerda zinani tagida bitta garderob qilingan ekan, oynali eshik qilib qo'yishdi, zo'r qilishibdi lekin. Mana bu yerda bo'lsa mini zal desak bo'ladi yoki oilaviy o'zligi o'tirishadi, televizorlar ko'rib. Endi tepaga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda o'ng tarafdagi birinchi xonani ko'ramiz. Bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona ekan. Buni yonginasida kattagina vannaxona, hojatxonalari bo'lsa, buni yonida ikkinchi bolalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Eng asosiy mana bu yoqda 3-yotoqxonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan. Lekin remontlarni zo'r qilib boplab qo'yishibdi. Hamma narsalar bilan tayyor holatda. Shundoq kelasizlar, yashaysizlar. 126 kvadrat, 125 ming dollar so'ralyapti. Yana kelishiladigan joylar bor. Manzil zamoni to'yxonasini shundoqqina ro'parasida qurilgan novostroykada bo'lyapti. Qiziqqanlar yana joyi egalariga telefon qilib ma'lumot olsanglar bo'ladi.